Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi ko'rgim Urganch shahrining markazida ajoyib yangi qurilgan bino 3-qavatida ajoyib hamma sharoitdagi 3 xona kvartira ijaraga. Mo'ljal lokatsiyasi Anna German kafe obunachilar. Birimizda bir xo'sh kelibsiz ekan. Ayak telamiz kafe bo'lgan. O'ng tarafdan salonlarimiz etib borib bersak. Mana hojatxonamiz ham birimizda restoranimiz ega ekan. Eshiklarimiz yana high-tech variantda qo'l menati devorlar o'tgan korondan ishlaymiz. Birimiz koridorlarimiz yine oshxonamiz hozirgi kunda 300 dollar, lekin qishni kuni qimmatladi ekan. 400 dollarga qo'yib turibdi. Yozning kuni narxlar qaytiladi. Ostonadagi durodam odamlarimiz, rayondagi odamlar gaz uchun keladi. Bu qaytiladi bu vaqtda. Yana stilni kotel, mikronovkalarimiz, fortuna kafelardan gaz plitamiz, moykamiz, xolodilnikimiz ham bor. Vitechkamiz akril materialdan chiroylisindan qo'yilgan. Qo'yilgan ekan. Xullas, oila hamma sharoiti ega ekan. Asosiysi ham koridorlarda qo'yilib o'tilgan. Onda bir de 3 tane spayni bor ekan shakirotdan. Bir de şkafımız, balalı adamla bo'lsa, 3'si bo'lsa bemalol sig'adi ochilamiz. Ledla qo'yilib o'tilgan. Allah zo'r. Benden natujlardan qo'yilgan ekan. Onadan vaziyat yoshidi. Shaharning markazi desak, Dekkan bozor bemalol xarajatlarni kelib, Nihol balalar beda maktabi bor ekan. Spayni berimizda ajoyib. Prisosda 3 odamlik spayni turmamiz. Yoshlarga shkafimiz hammasi bor ekan. Konditsionerlar ham bor ekan. Xullas zo'r. Chiroyli o'tirgan ekan. Endi berimizda salonlarimiz e'tibor bersak, salonlarimizda vannamiz, rakoynamiz, kir mashin bor ekan. Endi oxirgi zalimizni kuzatib o'tsak, zalimiz ham katta 5-6 lik razmerda tushgan. Endi zalimizda uголокlar qo'yilgan ekan, trezorlar, bedaram konditsionerlarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Narx ham o'zini mos etib, o'rinda qo'yib qo'yibdi. Aytib o'tamiz, yana hozirgi kunda 300, qishni payti 400 dollarga qo'yildi ekan bo'lsa. Telefonlasida 91 425 16 99 074 46 bilan bog'lansa. Lokatsiyasi Anna German kafe. Sog' bo'ling, omon bo'ling.